Barchaga assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz nisbat va proporsiya haqida bo'ladi. A sonni B songa nisbati deb A taqsim B soniga yoki A bo'luv B soniga aytiladi. Bu yerda A va B noldan farqli sonlar. A taqsim B ko'rinishidagi kasrimizni surat mahraja bir xil son ko'paytirsak, kasrning qiymati o'zgarmaydi. Bir xil songa bo'lsak, unda ham kasrning qiymati o'zgarmaydi. O'tgan darsda ham bu haqida gaplashganmiz. Bu yerda n ham noldan farqli sonlar. Ana endi proporsiya. Ikkita nisbat tengligi proporsiya deyilar ekan. Mana bu bo'luv ko'rinishida turibdi, bunisida endi taqsim ko'rinishida turibdi. Ana endi o'rta hadlar va chetki hadlarni ko'paytiradigan bo'lsak, proporsiyaning asosiy xossasiga ko'ra o'rta hadlarni chetki hadlarni ko'paytirmaydi ekan. A ga D ko'paytirdim, B ga S ko'paytirdim va shu ikkalovi teng bir-biriga. Endi ushbu savollarni ko'raylik. Ushbu nisbatlardan proporsiya tuzish mumkinmi deyapti. Shu nisbatlar berilgan ekan. Agar bulardan proporsiya tuzish mumkin bo'lsa, bularni bir-biriga tenglab olsagimiz, tengligimiz o'rinli bo'ladi. 9 bo'lingan 24 teng 3 bo'lingan 8 ko'rinishda. Ana endi o'rta hadlar va chetki hadlarni ko'paytiramiz. 24 ko'paygan 3 teng 9 ko'paygan 8 ga. 24 3 ko'paytirsam 72. 9 kere 8 72. Tengligimiz to'g'ri chiqdi. Ya'ni bu narsa endi proporsiya bo'ladi. Ushbu nisbatlarimiz bizda proporsiya bo'lar ekan. Ikkinchisi 1 bo'lingan 9, 4 bo'lingan 36. Shularni proporsiyaga tekshirishimiz uchun birinchi tenglab ko'ramiz. 4 bo'lingan 36. 9 ga 4 ni ko'paytiramiz. Teng 36 ko'paygan 1 ga. 9 kere 4 36, 36 kere 1 36. Tengligimiz to'g'ri chiqyapti. Demak, ushbu nisbatlarimiz ham proporsiya hosil qilar ekan. Ya'ni proporsiya bo'lar ekan. Ana endi navbatdagi misol 3x taqsim 4 teng 9 taqsim 20 ga. Mana bu tenglikda qatnashgan noma'lum topishimiz kerak ekan. Buni topishimiz uchun mana mayda yozdik. A taqsim B teng S taqsim D ko'rinishda turgan bo'lsa, A ga ko'paytirib, B ga S ko'paytirib, shu ikkalani tenglab qo'ysam bo'ldi ekan. Ya'ni 3x ni ko'paytiramiz 20 ga, ya'ni mana x shaklida ko'paytirishimiz mumkin ekan. 4 ga ko'paytiramiz 9 ga. Ana endi 3 kere 20. 60x teng, buni ko'paytirsam 36 ga. Ana endi o'ylaymiz, x ni o'rniga nechi qo'ysak, shu tenglik o'rinli bo'ladi. X teng, ya'ni x ni mana x ni olib turgan sonni bu tarafga bo'lib o'tkazib qo'yamiz. 36 taqsim 60 degan javob bo'lar ekan. Xo'p. Mustaqil ishlash uchun savollarni videoda oxiriga qo'shib qo'yaman. E'tiborlar uchun rahmat.